Assalomu alaykum azizlarim, xamir ovqat sevuvchi go'zallarim, menga o'xshaganlarim, bugun xamir ovqat ratsionda обязательно xamir ovqat. Olovlarni yoqdik, idishlarni qo'ydik, bitta skоворodkada piyoz, bunda go'shtni hozir endi tushlik qilamiz. Yana tuz sepamiz. Go'shtga ham tuz sepamiz. Mana qizilroq qilib piyozni o'zini qovurib oldim. Go'shtim ham o'zini so'kiga pishdi. Mana o'zini so'kiga 1 gram suv solmaganman, pishdi chiroyli bo'lib. Ozgina yarim qoshiq tomat sovaramiz. Suv qaynadi, tuz soldik. Endi bunga xamir solamiz. Xamirlarim pishdi. Xamirimni laganga soldim. Ozgina suzma tayyorladim. Suzmalab qizargan piyozlarimni endi go'sht o'zini so'kida pishgan. Вообще, bir ishoninglar, hidi вообще bomba go'shtimmi. Mana qaranglar, voy. Mana qilib olinadi-da. Bilasizlar, обязательно og'iz to'ldirib yeyman. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Prям piyoz dog'ini mazasi umuman yoradigan bo'pti. Umuman unaqa narsa yemaganman. Вообще mazasi cho'tki. Hammaga tavsiya qilaman. Osh bo'lsin. Bu pishsin, ketadi. Buni titrashini qarang, xamirlari hilolaxon bo'ladi. Me'dani kutaman shuhrat chorrahasida. Xonimxona o'zida asal mantilar. Osh bo'lsin. Aziz Chilonzor ahli, men bugun Shuhratdek filialimdaman. Hammanglarni kutamiz. Xonimlar rostdan mazasi cho'tki. Kelgan odam aniq qoladi, xudo xolasa. Mehrli xonimlar bizda, mehrli. Xonimxona o'z sizlarni kutmoqda azizlarim. Hammanglarni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, kelinglar.